أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Anfal suresi 3. Nahayeti şefqatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Ey Peygamber! Can ağucu periştiler Bedir uruşida kapırlarının yüzleriga ve kaçqanlarının arqalarına qattiq urgan halda ulağı dozaqның köydürgüce azabını tetingla deb turib, canlarını ilivatqan haletini kögen bolsang, tolumu qorqunchliq holatni ko'rgan bo'latding. Ey mushriklar, sizlarga yetgan bu azob sizlarning dunyo hayotinglarda o'z qo'llaringlar bilan sodir qilgan qilmishinglar tufaylidandir. Alloh hech qanday bandasiga qilchilikmi uvol qilmaydi. Balki Alloh qilchi uvol qilmaydigan adolat bilan hukm qilguchidir. Shu kunda mushriklarga tushgan azob Allohning haddidan oshgan zolim kofirlarni jazolashdagi qonuniyati bo'lib, Fir'avn jamoasi va ulardan ilgirki kofirlarning hammasi qilmishlari sabablik shundoq jazolangan. Ular Allohning oyatlarini yolg'onga chiqarib edi, Alloh ularni gunohlari tufaylidan halok qilibdi. Shaksizki, Alloh kuchlikdir, uningga hech kimning kuchi yetmaydi. Uning azobi gunohiga tavba qilmaganlar uchun nihoyat qattiqdir. Bu qattiq azobning tushishi shuning uchunki, har qanday bir qavm o'zining yaxshi holatini yomonga o'zgartmaguncha Allah ularga bergan ne'matini to'xtatib qo'ymaydi. Shaksizki, Alloh bandalarning gap so'zlarini anglab turguchidir, ularning ahvolini bilib turguchidir. Alloh ularga o'z ilmining va irodasining taqozosi bo'yicha muomala qiladi. U kofirlarning ahvoli Musoni inkor qilgan Fir'avn qavmining va ulardan ilgirki o'zlarining payg'ambarligini inkor qilgan kofirlarning ahvoliga o'xshaydi. Alloh ularni gunohlari tufaylidan halok qildi. Fir'avn tavallarini dengizga g'arq qilibdi. Chunki ularning hammasi Allohning payg'ambarlarini yolg'onchi deyish, Alloh tushirgan dalil pokitlarni inkor qilish va ibodatda Allohga maxluqotni sherik keltirish qatorliq qabih qilmishlar bilan o'zga zulm qilgan kofirlar edi. Allohning nazarida jonliqlarning eng yomoni kufrlikda ching turib olgan kofirlar bo'lib, ular Allohning payg'ambarlariga ishonmaydi, Allohning birligini e'tirof qilmaydi va uning diniga ergashmaydi. Sen bilan urushmaslikqa va sana qarshi hech kimga yordam bermaslikka ahd tuzishgandan keyin har qitimda ahdisini buzib kelayotgan va Allohdan qo'rqmaydigan yahudilarmi ana shu nachar kishilardan sanaladi. Agar urushda ashu ahdisini buzadiganlar bilan tutishib qolsang, ularni qattiq jazolash orqali orqadagilarni terib yeran qilayotganki, ularning birligi buzilsin. Shuningdan keyin ular sizlardan qo'rqib urush qilishga jur'at qilolmaydigan bo'lib qolsin. Ey payg'ambar, agar sen oranglarda kelishim tuzishgan qavmning kelishimga vafosizlik qiladiganligining shabisini his qilsang, bu kundan boshlab kelishimning amaldan qolganligini ularga ochiq-oshkora bildirib qo'ygin. Alloh ahdisiga vafosizlik qiladigan xoinlarni qat'iy yoqtirmaydi. Badr g'azotida hayot qolgan kofirlar qutuldik deb o'ylamasin, chunki ular Allohning azobidan hargiz qochib qutulolmaydi. Ey musulmonlar jamoasi, dushmanga taqobil turish uchun ularga qarshi qo'linglardan kelishchi kuch, jang eti tayyorlanglar. Buning bilan sizlarni yo'q qilish uchun fursat kutib yotgan dushmaninglarni, Allohning dushmanini va ulardan boshqa hozircha sizlarga dushmanligi oshkora bo'lmagan dushmanlarni qo'rqitisizlar. Ularning dillariga qo'rqinch solisizlar. Ularni sizlar tonimaysizlar, ammo Alloh ularni toniydi. Ularning niyatini biladi. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilgan narsanglar mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, Alloh sizlarga uning mukofotini dunyoda to'liq beradi. Uning savobini oxiratga saqlab qo'yadi. Qilgan amalinglarning ajri qilchi kemaytilmaydi. Ey payg'ambar, agar ular urushni tashlashga va sizlar bilan tinchlik ichida o'tishga moyil bo'lsa, senmi tinchlikqa moyil bo'lgin. Ishlarning oqibatini Allohga topshirgin. Chunki Alloh ularning gap so'zlarini anglab turguchidir, niyatini bilib turguchidir. Sen bilan sulh qilganlar agar sana hiyla-mikr ishlatmoqchi bo'lsa, shaksizki Alloh ularning hiyla-mikrini barbod qilib, seni ziyon-zahmatdan qo'g'dashga yetarlikdir. Alloh sana nusrat ato qilgan, seni muhojirlar va ansorlardan iborat mu'minlar bilan kuchlantirgan, ularning dillarini bo'linishdan keyin birlashtirgan zotdir. Sen yer yuzidagi butun boylikni sarf qilibmi, ularning dillarini birlashtirolmayding. Lekin Alloh ularning dillarini iymonda birlashtirdi. Shuning bilan ular bir-birini suyadigan qarindoshlardan bo'ldi. Shaksizki, Alloh podshohligida g'olibdir, amr farmonlarida va tadbirlarda hikmat bilan ish qilguchidir. Ey payg'ambar,
Sаңымы va саңа әгешкен müminlərgəmə Allah yeterlikdir. Allah sizlərni düşmənlərinin yamanlığından saqlaydı. Ey peyğəmbər, müminlərni uruş qilishqa rəğbətləndirgin. Sizlər düşmən bilan ilişqanda sizlərdə chidamlıq 20 mücahid bo'ladigan bo'lsa, düşməndən 200 ni yengəlaydı. Əgər sizlərdə chidamlıq 100 mücahid bo'ladigan bo'lsa, kafirlardan 1000 ni yengəlaydı. Çünki ular Allahның mücahidlərə tayyorlagan katta mukofotlardan xəbərsiz, haqiqatni tushunmaydigan qavm bo'lib, ular yer yuzida ustunlik talashish va buzg'unchilik terish yo'lida urushadi. Ey müminlər, Allah sizlardagi ojizlikni bilganligi uchun amdi sizlardan bu hukmni yengillatdi. Agar sizlarda chidamliq 100 mujohid bo'ladigan bo'lsa, dushmandan 200 kishini yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 1000 mujohid bo'ladigan bo'lsa, Allohning irodasi bilan ulardan 2000 kishini yengalaydi. Allah chidamliq bo'g'uvchilar bilan billadir. Ularga yordam beradi va ularni kuchlantiradi. Hech qanday payg'ambarning dushmanni ko'proq yo'qotmay va kufrining belini sundirmay turib, dushmanlarni asirga elishi hargiz to'g'ri emas. Ey musulmonlar, sizlar dunyoning vaqtlik manfaatini ko'zlab asirlardan fidya elishni xohlaysizlar. Holbuki Allah o'zining dinini ustun qilishni va sizlarga oxiratning mukofotini ato qilishni ko'zlaydi. Allah g'olibdir, uni hech kim ojiz qilolmaydi. Barliq belgilemelarda hikmet bilan ish qiluvchidir. Allah islom ummatiga g'animatni halol qilganligi va asirlarni fidya ib qo'yib berishning joizligi to'g'risida oldin hukm belgilamagan bo'lsa edi, g'animat olganliginglar va asirlarni fidya ib qo'yib berganliginglar uchun albatta cho'ng azobga duchor bo'ladinglar. Sizlar olgan g'animatlaringlarni va asirlardan olgan fidyani halol va pok bilib yanglar. Allohning dinining ahkomlariga rioya qilinglar. Shaksizki Allah bəndilərinin günahlarını nəhayət məğfirət qılğucudur, ularga nəhayət mehribondur. Ey peyğəmbər, Bədr urushida qo'lingizga tushgan asirlarga aytqinki, sizlardan ilingan fidya uchun beoram bo'lmanglar. Agar Alloh dilinglarda bir yaxshilikning borligini bilsa, sizlardan ilingan fidyadan mo yaxshirog'ini beradi va gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh tavba qilgan bandalarining gunohlarini nəhayət mag'firat qilguchidir, ularga nəhayət mehribondir. Ey peyğəmbər, sen qo'yib bergan ashu asirlar sana yana xiyonat qilmoqchi bo'lsa, buningga qayg'urib ketmagin. Chunki ular ilgari Allohga xiyonat qilgan va sana qarshi urush ochgan edi. Alloh ularga qarshi sana yordam berdi. Alloh dillardagini bilib turguchidir, bandalarining ishlarini o'rinlashtirishda hikmat bilan ish qilguchidir. Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qilgan, islom diyoriga yoki ibodatlarni bemalol qila oladigan bir davlatga hijrat qilgan, pul mollari va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilgan, muhojirlar bilan ularga joy bergan va har turli yordamlarni qilganlarga kelsak, ana shular albatta bir-biri bilan haqiqiy do'stlardir. Iymon etgan bo'lsa-mu, kufr diyoridan islom diyoriga hijrat qilmagan kishilar toki hijrat qilganga qadar ularni qo'g'dashga va ularga yordam berishga majbur emaslar. Agar ular kafirlar tarafidan zulmga uchrab, sizlardan yordam talab qilsa, ularning dushmani bilan sizlarning oranglarda kelishim bo'lmasa, ularga cho'qim yordam berishinglar kerak. Alloh sizlarning amalinglarni ko'rib turguchidir. Har biringlarga niyatinglar va amalinglarga qarata mukofot yoki jazo beradi. Kafirlar bir-biri bilan hamkorlik va yordam ichidadir. Ey mu'minlar, agar sizlar o'zaro hamkorlashmasanglar, mu'minlarning ziyonkashlikka uchrashi, kishilarning Allohning diniga kirishdan man'iy qilinishi va yer yuzida kufrining kuchanib ketishi qatorliq cho'ng buzg'unchiliklar yuz beradi. Alloh va uning payg'ambariga iymon keltirgan kufr diyorini tashlab, islom diyoriga yoki ibodatlarni bemalol qila oladigan bir davlatga hijrat qilgan, Allohning dinini ustunlikka ega qilish yo'lida jihad qilgan, muhojirlar va ularni kutib olib, ularga joy bergan, pul mol va qo'llash bilan har turli yordamlarni qilgan kishilar ana shular haqiqiy mu'minlardir. Ularga oxiratda keng mag'firat va isl rizq bor. Ular jannatlarda ne'matlanadi. Ashu muhojirlar bilan ansorlardan keyin iymon etib hijrat qilgan va sizlar bilan billa Alloh yo'lida jihad qilganlarga kelsak, ey mu'minlar, ular sizlardan sanaladi. Ularga sizlarga o'xshash muomala qilinadi. Allohning hukmiga asosan urug' tuqqanlar bir-biriga mirosxo'r bo'lishga eng haqliqdir. Shaksizki, Alloh har shayni bilib turguchidir. O musulmonlarning diniy qeyrindoshlik munosabati bilan bir-biridan miros ilishini amaldan qoldirib, ularning tuqqandarchilik munosabati bilan
bir-biridan miros ilishini belgilashda ularga nimaning foydali ekanligini obdan biladi.